Yangi Ronaldinho deya ta'riflanayotgan iqtidori jihatidan Yamal va duoylar bilan bir xil darajadagi Chelseaning yangi yosh super iqtidori Estevao Willianni ko'ryapsiz-a? Kundan-kun dunyo nazariga tushayotgan bu yigit haqida aytib berishimdan oldin sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Estevao 2007-yil Braziliyada ruhoniy oilasida dunyoga kelgan. Aynan shuning uchun ham u juda xotirjam, kamgap, Yamal singari katta gapirmaydi va lekin maydonda jimgina darajasini ko'rsatib qo'yadigan futbolchi. Barselona bilan o'yinda u haqiqiy monster ekanligini yana bir bor ko'rsatib qo'ydi, lekin u bu o'yindagina ochilib ketgani yo'q. Shunchaki uning porlashiga katta o'yinlar kerak edi. Chelsea uni Palmeiras klubidagi o'yinlarini 1 yil davomida jiddiy kuzatdi va undagi potensial darajasini his qilib 2025-yil yozida bonuslar bilan birga 60 million yevroga sotib oldi. U nafaqat hujumda, balkim yarim himoya va playmaker pozitsiyalarida ham o'zini erkin his qiladi. Maydonni yaxshi o'qiy olishi, aniq va aqlli pas berishi, chalg'ituvchi driblinglari va bittaga-bitta deyarli to'xtatish imkonsizligi bilan ham u barchadan ajralib turadi. Chelsea muxlislari aktiv ko'rsatish vaqti keldi.